tibbiy ko'rikdan o'tuvchi yosh yigit-qizlarimiz nima uchun o'tishlari kerak? Birinchi o'rinda to'ydan oldin o'sha yigit va qizlarimiz o'z yashab turgan hududidagi har bitta tumanda joylashgan ko'p tarmoqli poliklinikaga murojaat qilasizlar. Murojaat qilinganda har bitta yigit va qizga nikohdan o'tuvchi maxsus kichkinagina 2-3 varaqdan iborat daftar beriladi. Mana shu daftarda tibbiy ko'rikdan o'tish boshlanadi. Ya'ni bu daftarchada birinchi o'rinda ikkala yoshni ham o'tuvchi tibbiy ko'rikdan o'tish uchun alohida mutaxassislarga yo'naltiramiz. Birinchi misol jarroh ko'rigi kerak bo'ladi. Jarroh ko'rib yigit va qizni jarrohlik tomonidan yoshligidan bo'lgan amaliyotlar o'tkazgan, operatsiyalar bo'lgan bo'lmaganligi, hozirgi holatdagi holati bular haqida ko'rib xulosa beradi. Ikkinchi, o'g'il bolalar uchun urolog kerak bo'ladi. Urolog ko'rigi. Urolog ham ko'rib yoshligidan tug'ma bironta kasalligi yoki nuqsoni bor yo'qligi shu urologda dispanser hisobida, ya'ni D hisobida turmasligi to'g'risida va hozirgi holati bo'yicha xulosa beradi. Uchinchi, qizlarimiz ginekolog qabuliga kiradi, ginekolog ko'radi. Bunda ham qizlarimizda yoshligidan tug'ma nuqsoni bor yo'qligi, operatsiya o'tkazmaganligi biror sabablarga ko'ra va hozirgi holati ko'rilib, ginekolog ham o'z xulosasini beradi. Terapevtga kiriladi. Terapevt ham yosh yigit-qizlarimizni, o'g'il-qizlarimizni ko'rib, yoshligidan biron kasallik bilan kasallanganligi bormi, yo'qmi, dispanser hisobida, ya'ni D hisobida turadimi, turmaydimi, bu haqida va hozirgi holat haqida xulosa beradi. Keyingi mutaxassisimiz psixiatr ko'rigi. Psixiatr ham ko'rib, yoshligidan kasalligi bor yo'qligi, dispanser hisobida turmasligi va hozirgi holat haqida u ham o'z xulosasini beradi. Keyingi holat nevropatolog. Nevropatolog ham xuddi shu yoshligidan kasalligi bor yo'qligi, D hisobida turmasligi va hozirgi holat haqida u ham o'z xulosasini beradi. Keyingi mutaxassisimiz teri tanosil kasalliklar shifokori. Kojven deyiladi. Teri tanosil kasalliklar shifokori. Bularga ham murojaat qilinadi. Bular ham ko'rib, terisida, boshqa a'zolarida o'zgarishlar bor yo'qligi, kasalliklar bor yo'qligi to'g'risida xulosasini beradi. Undan keyin mana shu yigit qizlarimiz, o'g'il qizlarimiz shu mutaxassislarga kirishdan oldin ultratovush tekshiruvidan o'tishlari kerak. Birinchi. Ikkinchi o'rinda qon aniqlash kerak bo'ladi. Qon gruppasini, qon umumiy tahlilini hamda gepatit B, gepatit C, RV deydi, ya'ni sifilis kasalligiga va spid kasalligiga qon topshirishlari zarur, shart hisoblanadi. Undan keyin rengen tekshiruvi, ya'ni fluorografiya tekshiruvi deyiladi. Buni ham o'tishlari shart.
Endi mana shu instrumental tekshiruvlardan o'tib, ya'ni qorin bo'shlig'i, ichki a'zolar, UZI tekshiruvi, ultratovush tekshiruvi, qon tahlillari, rentgen fluorografiya xulosasi va o'sha eng asosan murakkab emas, eng asosan dolzarb bo'lgan tekshiruv SPID kasalligiga qon topshirishlari shart. Nima uchun? Hozir bularni yana qisqa lo'nda qilib tushuntirib o'taman.